Yunusobod 9-kvartal Comfort House Novostroyamizga kelganmiz. Yaqinda bu yerda 155 ming dollarga qimmat degan xonadonlar 3 kun ichida sotilib ketgan. Mana bu hamchi tayyor klient bo'lib turibdi. 4 xonali 9-etajda 7-etajda 4 xona kirishimizda prixojniy zonalarimiz juda ham shikarniy, remontlarni-chi addush qilishgan. Bu xonadonimizning eshiklarini ham neobычный qilib, вообще spalnilarni ham zo'r qilib qo'yishgan. Juda ham shikarniy, stroyniy, shkopli. Kirasiz, shunda tayyor yashaysiz. Antiqa lustralargacha ham qilib qo'yishibdi. Bu yoqimizda mana zaxsimiz, katta televizorlar. Xullas juda ham fayzli xonadonimiz, juda ham shindan maza qilib mehmon kutsanglar ham chiroyli. Bu yoqimizda mana nima edi bu? Kir mashinalar qo'yishgan. Xullas bu yerda mayda juda kirlar hammasi shu yerda turadi. Lishni narsa bo'lmaydi spalnilarda. Mana yoqimizda mana hojatxonalari alohida ekan, juda ham shikarniy remont. Maza qilaman shunaqa katta uylarni reklama qilib o'zingizlar ham bilasizlar-ku. Mana yoqimizda mana kuxnya zonamiz, bu yerda ham mebel, texnika, hamma narsalarni qo'yib ketishgan. Bemalol o'tirsanglar bo'ladigan qilib qo'yishgan. Mana shu yerdan ayollar chiqmaydi baribir. Bu yoqimizda mana yana bitta ikkinchi spalniyamiz, bu ham chiroyli qilib, mana bunaqa sharikli qilib, nimadirlar qilib, lustralarni ham ilib ketishgan. Juda ham fayzli xonadonimizdan 4-xona ketdi. Mana qaranglar, mana kartinkalar-ku endi вообще необычный qilishgan. Bu yoqimizda kichkinagina bolajonlarimiz uchun xona qilib qo'yishgan. Juda ham shinam fayzli xonadonimizning narxi keladigan bo'lsak, 135 ming so'rashyapti. 105 kvadrat 135 mingga nima deyapti? Shoshilib qolinglar. Juda ham shikarniy xonadonimiz aynan sizlarni kutyapti. Xayr, salomat bo'linglar.